Salom, dunyodagi eng qaynoq yangiliklarni bilishni xohlaysizmi? Unda kontentimizni oxirigacha ko'ring. Bugun Sudan shahrida katta portlash yuz berdi. Ayniqsa, Sudan portida yong'in avj pallasiga chiqmoqda. Rasmiylar esa hali yong'in sababini aniqlashmagan. Ruminiyada esa g'alati xabar. Ruminiyaning bosh vaziri Marcel Ciolasu iste'foga chiqdi. Bu qaror esa saylov arafasida e'lon qilindi. AQSh bo'lsa Ukrainaga yuborish kerak bo'lgan qurol-yarog'larni yuborilishini bekor qildi. Eng qizig'i, bu xabardan Oq uyning xabari yo'q. El Salvador prezidenti Bukele bepul transport tizimiga qarshi chiqqan avtobus haydovchilarini hibsga olishga buyruq berdi. Vatikan davlati yangi papa saylovi uchun harakatlarni kuchaytirmoqda. Bu davlat uchun juda muhim hisoblanar ekan. Do'stlar, quyidagilar kunning eng qaynoq yangiliklari edi. Yangiliklardan quruq qolmaslik uchun like tugmasini bosing va Sherzod Muminov kanaliga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.